Elmurodga Sunhitech kompaniyasi O'zbekistonning eng katta shu quyosh paneli sotadigan kompaniyalardan biri hozirda hisoblanadi va menga anonim klient chiqib, biznesingizni 10 million dollarga sotib olmoqchi. Sotasizmi? Zo'r-ku. Avvalambor xursand bo'ldim aka, lekin menda bunaqa niyat yo'q. Bu kompaniyaga umrimiz tikilgan, nasib bo'lsa buni dunyoda top kompaniyalar qatoriga olib kiramiz, xudo xolisa. 2009-yildan beri shu kompaniyani rivojlantirib kelasiz. Trendda hali bo'lmaganda bu soha. 2009-yildan beri albatta shunaqa. Elmurodga quyosh paneli Xitoyda aprelda narxi oshar ekan, bu ya'ni bu sotuv narxlari ham oshadi. Sizda maxsus taklif bormi klientlar uchun? Ko'p kompaniyalar o'zi narx oshirishni boshlashdi. Biz hozircha narx ushlab turibmiz. 15-aprelgacha yana ham narxini ushlab turibmiz, ham yana qo'shimcha zo'r taklif beryapmiz xonadoniga zavod fabrikalarga quyosh paneli qo'ymoqchi bo'lganligi. Obyomiga qarab, qancha qo'yayotganiga qarab maxsus taklif, zo'r taklif beraman do'st. Mana shu yerda nomer qoldiramiz va qiziqqanlar izohda plus qoldirsa, shu Sunhitech kompaniyasidan bog'lanib aloqaga chiqishadi, to'g'rimi? Albatta, bog'lanib to'liq ma'lumot beramiz. O'zbekistonimizda hech qachon svet o'chmasa, men hovlimni ham qo'ydim, xonadonimni ham qo'ydim, ofisimni ham xudo xolisa mana qo'yamiz. Haqiqatdan ham ancha-muncha pulni ekonom qilib beradi Elmurodga. Sog' bo'ling. Rahmat. 15 millionga berasizmi?